Hammaga salyut, sizlar bilan Zarina Ergasheva. Bugun biz Victoria's Secret qora qanotlariga obraz qilib ko'ramiz. O'z qo'lim bilan qilgan qanotlar bilan. Bu safargi makiyaj, sochimni такой dark obrazda qildim. Tirnog'imni ham shunaqa stilda qilgim keldi. Tayyor bo'lsalaring biz boshladik. Birinchi o'rinda biz tepaga obraz tanlaymiz. Shunaqa jigar rangdagi koftadan ozgina noodatiy vibe. Go'zalmi? Bilaman, rahmat bilaman. Pasimga kelsak, yubka tanlaymiz. Shunaqa ko'rinning chiroyliligini qarang. Bir-biri bilan chiroyli ko'rinadi. Qanotni kiysangiz undan ham chetga chiqsa kerak. Kalgotkaga kelsak, shunaqa kalgotkani tanladim. Yomon ko'ringani yomonimcha. Mishiqchaga o'xshab qoldim. Iltimos meni kechiringlar va yana shunaqa oyoq kiyimimni kiyaman, bilaman. Qimmat ko'rganman, shuning uchun Sally qish, kuz shuni kiyib yursam kerak. Kechirim so'radim, lekin obrazim chiqdi. Zo'rligidan o'zim qaraylar o'z qanot tutaman. Okey, endi kelinglar qanotni kiyamiz va taronamizni ham kiyib olamiz. Wow! Chotki chiqqanini qaranglar qizlar. Orqa tomondan ham qo'lim gul. O'zim o'pdim. Sizlarga zo'r yangiligim bor. Har oy yangi qanotlar qilaman o'zimga va sizlarni shunaqa kontentlar bilan xursand qilaman. Rahmat kattakon ko'rganlaring uchun va ko'chada shunaqa wow effekti ko'rindi, qaranglar. Kontent menimcha chotki chiqsa kerak.